Hammaga salom do'stlar, mening ismim Bruno va yangi videoga xush kelibsizlar. Afsuski do'stlar, bizda pul yetishmovchiligi, fermerchilik qilganim bilan baribir ham undan ko'p pul ishlab bo'lmayapti. Shuning uchun ham boshqa biror nima qilmasak bo'lmaydi. Chunki agrotim ham bitta pulni kam olaman. O'ylab ko'rish kerak, nima qilishim mumkin ekan. Chunki agrot ikkitalarga bir oyda 2 marta oylik to'lashadi. Ya'ni 2 stak izumrud. Menga esa bir oyda bir martagina 1 stak. U esa hech narsaga yetmaydi. Mayli, garajimiz ham yaxshi ahvolda emas. Menga telefon qilib aytishdiki, garajni buzdirish kerak ekan, shuni tasdiqlashga politsiyachi kerak ekan. Nima qilishni bilmay qoldim. Mayli. Biror yerdan pul topmasak bo'lmaydi. Mayli, tak buni bu yerga qoldiramiz, buni olamiz va bo'ldi, boshqa narsalar qolmadan. Okey, yana ozgina pulni olib olay. Bu faqatgina menda qolgan oxirgi pullar va shularga hozir ozgina bo'lsa ham ovqat sotib olaman. 5 ta olma, 4 ta non va yana 3 ta go'sht olsam yetadi menga bir haftaga tejab ishlatsam. Mayli, qani hozir merni yoniga kiraylikchi. Janob mer, eshik ochiq-ku. Xo'sh, janob mer, ichkaridamisiz? Janob mer, yo'may qon. Nima bo'ldi ekan bu yerda? Tak, hoy janob mer, shurdamisiz? Jenursin qani endi bu? Hoy, mer. Janob mer nimagadir pardalarni yopib tashlagan hammasini. G'alati. Tak, okey, qani. Nima? Izumrudlar yo'q, xolosimlikka kim izumrud tiqib qo'yadi? Hatcha nima? Tushunursinizlar. Yo'q, men albatta yaxshi o'yinchiman, lekin buncha izumrudni qarovsiz qoldirib ketish merni o'zini aybi edi. Do'stlar, yana menga axir hozir pul kerak bo'lsa, keyinchalik boyib ketsam qaytaraman, xuddi ibratli videolardagidek yoniga kelib, janob mer, eslaysizmi, pulingiz yo'qolgan edi, shuni men olgan edim deb, juda ham yaxshi bo'ladi sak. Endi esa bu pullarni yashirish kerak. Tushunursin, shuncha pul. Mayli, bunga bemalol yangi uy sotib olsa ham bo'ladi. Yo'q, menga hozir yangi uy kerak emas do'stlar. Menga bu pullarni yashirib qo'yish kerak, chunki aniq qidirishni boshlashadi va qidirishni boshlashganda bu pullarni mendan topmasliklari kerak va shuning uchun ham hozir olamizda. Jenurson, bu yerda sandiq qilib, o'sha sandiqning ichiga tiqib qo'yamiz. Menga esa daraxt kerak bo'ladi. Mana bu yerdan qora daraxtni chopib olay va bo'ldi. Hozir boramizda bularni hammasini yashirib qo'yamiz. Shuncha pul aqlga sig'dirib bo'lmaydi. Mayli, tak. Hozir bu yoqqa va bo'ldi. Sandiq bizda bor. Endi mana shu sandiqni olib borib o'rmonga ko'mib qo'yish kerak. Yaxshilab, faqatgina hech kim bilmasin. Tak, o'zimga kerak bo'ladigan darajada qoldiraman va mana bu lopatkani ham olib olish kerak, chunki yerni kovlashga to'g'ri keladi. Bo'ldi, meni hech kim ko'rmadi degan umiddaman va hozir shu yerda biror yerga ko'mib qo'yamiz. Tak. Qayerga ko'msam bo'lar ekan? Hech kim ko'rmaydigan joy kerak. Yo'q, bu yerga qo'ya olmayman. Shaxta bu yerda. Tak, balki shu yerda mana bu ikkita daraxtni o'rtasida ko'mib qo'yaman. Mana toshga ham yetib keldik. Hech kim bu yerda yer kovlamaydi, tosh kovlamaydi. Kovlasa ham daraxtlarni chopadi va bo'ldi. Shu bilan hech kim bu yerdan qidirib o'tirmaydi degan umiddaman va bo'ldi. Shuga tashlaymizda. Yaxshi, bular menga kerak bo'ladi. Ozginasini olib qolamiz va bo'ldi, endi yopish mumkin. Tak, tushunmadim nima bo'lyapti, nimaga chiqa olmayapman. Bo'ldi, yopamiz va ketdik do'stlar. Yaxshi. Bo'ldi, bu yerdan tuyog'imizni shiqillatamiz. Ajoyib. Ustidan 3 blok bo'ldi. Xo'sh, endi bizni hech kim topa olmaydi. Xazinamizni tushunursin, shuncha pullar. Mayli, tak, bo'ldi. Endi mana bu yerga va yaxshi pastga tushishimiz kerak. Qani hozir bo'ldi. Yaxshi. Endi esa mana bu o'roqlarni olib borib merga topshirmasak bo'lmaydi. Mashinani yangilashimiz mumkin. Do'stlar, yangi mashina sotib olaman pullarning yarmiga, qolgan yarmiga esa yaxshi garaj qurib olsam bo'ladi. Xo'sh, bularni bu yerga qo'ydiramiz va mana bu bizga kerak bo'ladi. Yaxshi, endi esa hozir merga olib borib beraman, chunki yoniga bormasak bo'lmaydi. Baribir ham agrotimizga qarab qo'ydik. Shuning uchun ham baribir yoniga borsak aytadi, mana keldi axir oldimizga deydi. Xo'sh, qani ketdik, hozir beramizda. Qolamaslik uchun bizdan keldimikan o'z uyiga. Janob mer, men mana bug'doylarni terib keldim. Yo'q, oylik bo'ladimi? Bo'ladi, ushla. Faqat oyoq tagida o'ralashma, hozir ishim ko'p meni. Xo'p, yomon ishlar bo'lyapti. Yomon ishlar, Tushunursin, sezib qolganga o'xshaydi do'stlar, pullar yo'qolganini. Mayli, asosiysi men olganimni sezmasa bo'lgani. Mendan umuman shubha qilmayapti shekilli, chunki gapirganim yo'q. Sotuvchi, menga 5 ta non, 4 ta non, 5 ta olma va 3 ta go'sht bering. Mana, yaxshi, qancha izumrud bo'ladi? 3 ta. Tushunursin, qimmat bo'lib ketibdi narxlar. Mayli, oling. Rahmat. Xo'sh, bo'ldi do'stlar, ketdik. Endi uyga borishimiz mumkin. Juda ham yomon ish qildik, lekin boshqa ilojimiz yo'q do'stlar, chunki men hozir juda ham yomon ahvoldaman. Pulsiz qoldik qishloqda.
Ha, mayli, tak, bularni shu yerga qoldiramiz va bo'ldi. Izumrudlar bor, oylik olindi, ortiqcha izumrudlar yashirildi. Endi bemalol tak, stop, shkaf tushunursin. Hamma yo'q, bo'sh. Mana bu yerga ham narsalar olishimiz kerak. Aytgancha xolodilnik. Ovqatlarni xolodilnikka qo'yishim kerak. Hozir mana bularni olib qo'yaman xolodilnikka, ya'ni aynib qolishmasin. Sovuq emas, afsuski, havo va sandiqda saqlash mumkin emas. Tak, qani saytlarni ko'raylik-chi. Xo'sh, hamma narsani buyurtma qildim. Yaqinda maktab ochishimiz mumkin bo'ladi. Ha, qoyil, faqatgina izumrudlarni tayyorlasam bo'lgani, cho'ntagimdagilari yetmasligi aniq. Chunki biz maktab ochishimiz kerak. Ha, mana bu yerdagi qonni ham tozalab tashlash kerak. Xo'sh. Faqatgina qonni tozalay olmayman men. Ha, mayli, chaqirib, stop, nima? Pullar qani? Izumrudlar qo'yib qoldi. Tushunmayapman. Bo'lishi mumkin emas, axir maktab qurdirish uchun yig'ib qo'ygan edim shuncha pulni. Endi nima bo'ladi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Balki o'zim boshqa yerga olib qo'ygandirman-a. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Cho'ntagimdagi esa kam. Ha, janob mer. Hozir kim? Men politsiyachiman. Mana bu garaj siznikimi? Ha, sizni kutayotgan edim. Xo'sh, rostdan ham garajingiz o'rod ekan. O'rod? Ha, juda ham nishi kambag'al garaj. Kambag'al garaj? Tushunmayapman, nima endi boy bo'lmaslik nima qonunni buzishmi? Yo'q, shunchaki estetik jihatdan to'g'ri kelmaydi. Qishloqqa buningizni buzib tashlang. Ana u yerda ham mana g'ishli, xunuk garaj turibdi. Unga gapirmaysizmi? Yo'q, sizniki juda ham xunuk. Ana u tarafda g'ishli garaj turibdi. Siz shuni ko'ring birinchi. Qaysi tarafda? Ana u yerda. Qani ko'rsatingchi. Yuring, men sizga hozir ko'rsataman qanaqangi garaj urod bo'lishini haqiqatan. Davay, yuring. Hozir. Mana bu yerda qishloqni burchagida uy turibdi. Mana ko'ryapsizmi garajni? Xo'sh, g'ishli ekan. Aha. Hozir ko'ramiz-da. Qani kelingchi. Boryapman. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'sh. Binoydagi garajga chotki garaj bu. Nima muammo bo'lyapti hozir? Biz sizning garajingizga gaplashyapsiz. Mana bu ham g'isht-ku. Ha, g'isht, lekin yaxshi qurilgan. Qarang, toshlar qo'yilgan, hammasiga derazalar bor, chiroyli qilingan. Sizniki esa shunchaki g'isht va qanaydir sassiq daraxtlar. Tushunursan. Yana siz kambag'allik dedingiz, mana sizga hozir kelib ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Haqiqiy kambag'al lekin chiroyli garaj. Keling bu yoqqa. Aha, davay ko'rsatingchi. Ko'rsataman mana bu yerda hozir parkovka oldida bir jitel turadi. Xo'sh, ana o'shani Matiz mashinasi bor. Aha, ana shu Matiz mashinasiga oddiygina garaj qilib qolgan. Mana ko'ryapsizmi? Yog'ochdan ekan. Salom jitel. Salom. Wow, yomon emas rostdan. Ha, endi siz o'zingizniki bilan solishtiringchi. Ha, meniki unchalik ham chiroyli emas. Umid qilamanki tushunib yetdingiz. Qishloqqa to'g'ri kelmaydi garajingiz. Shuni tezda buzib tashlang, xo'pmi? Yoki boshqa quring. Ha, mayli, harakat qilaman. Nurson, axir binoydagi garaj bor edi. Nima qilardi ya? Shunga kim ustimdan yozib bergan ekan? Urod garajimish. Nurson, ha, mayli, hozir uni biror nima qilib ko'raman. Haycha, hech narsa qilishim mumkin emas. Hozircha uni buzib tashlab qo'ya qolaman. Aks holda birdaniga qimmat garaj qurdirsam sezib qolishlari mumkin. Hozir shu politsiyachini ko'rdinglarmi? Merni uyi tomonga ketdi. U ham chaqirgan bo'lsa kerak-da. Shuning uchun ham birdaniga mening yonimga kirib o'tgan. Aks holda mening yonimga qachon bo'lsa ham kelardi, lekin birdaniga emas. Bu politsiyachi esa birdaniga keldi. Demak, qishloqdagi katta odamlar chaqirgan. Menga oddiy o'yinchiman. Menga politsiya yordam ham bermaydi. Hattoki jazolash kerak bo'lsa ham kelmas edi. Hozir esa birdaniga keldi. Ha, mayli, bo'ldi. Hozir mana bu yerlarni hammasini tozalab tashlaymiz va nima qilardik? Vaqtincha garajsiz o'tiramiz. Keyin esa men shunaqangi chiroyli qilib qurib olamanki, bularni hammasi shunchaki og'zi ochilib qoladi va yangi zo'r Mercedes mashina sotib olaman. Ha, do'stlar, menga hech kim hech narsa qila olmaydi. Chunki men bu qishloqdagi eng boyman. Endi menda shuncha pul bo'ldi. Ha, lekin axir qishloqliklarning puli bo'lsa-chi, nima bo'ladi? Axir vijdonim qiynaladi meni. Haycha, yo'q, qishloqliklarning puli bo'lsa ham menga nima? Men ham oddiy o'yinchiman, menga ham pul kerak. Qishloqliklarga mir yana topib beradi. O'zi ham puli juda ham ko'p bo'lsa kerak. Bundan tashqari, balki umuman oylik emasdir, shunchaki yig'ib qo'ygan pulidir. Hech narsa qilmaydi. Mir nima desam ekan, mamut emas, o'lib qirilib ketmaydi. Topadi pulni berishga. Meni garajim xunuk emish. Ha, do'stlar, mana bu haqiqiy talon-taroj qilish. Mayli, hozir mana bu garajni yo'q qilamiz va biror nima o'ylab topamiz. Tak, yaxshi, bularni ham sindirish kerak hammasini. Mana bularni ham olib tashlaymiz va oxiri tomni ham, asosiysi hamma ko'rsin va bo'ldi. Umid qilamanki, meni qidirib kelmaydi politsiya, hattoki gumonlanuvchi bo'lsam ham, hech men axir shu boya aytgandek gumonlanuvchi bo'lganim bilan ham topa olishmaydi, chunki umuman hech kim ko'rmaydigan joyga, o'rmonning ichiga, ikkita daraxt orasiga yashirib qo'ydik va u joyni faqat men va obunachilar biladi. Obunachilar esa ishonchim komilki sotib berishmaydi. Bo'ldi, endi esa mana bu garaj eshigini olish kerak, lekin avvalgi mashinani olib o'tkazib qo'ygan ma'qul. Tak, buni bo'lamiz va qani do'stlar, ketdik. Burib olish kerak birinchi. Xo'sh, yaxshi.
bu yoqroqqa va mana tak mashinani remont qilib o'tirish kerak-da. Mayli, remont qilsam ozgina tejab qolaman degandim, lekin bir tarafdan rostdan ham axir pulimiz yetadi. Remont qilib sotishimiz va pulimizni 3-4 barobarga oshirishimiz mumkin. Hozir sotib yuborsam baribir ham yo o'z puliga olaman, ya'ni 300 tak izumrudga bemalol sotsa bo'ladi. Ha do'stlar, 300 tak izumrud bersa kerak agarda yangilasam, lekin yangilashga ham unchalik ko'p izumrud ketmaydi. Bunga ishonchim komil. Men sotib olgan narx esa bor yo'g'i 26 ta izumrud edi. Bu unchalik ham ko'p emas chirib yotgan mashina uchun. Ham hattoki shunga plyusga chiqishimiz mumkin, lekin yaxshi usta topishimiz kerak. Mana bu garaj eshiklarini sindirish og'ir ekan-ku, nimaga bu bunchalik asta sekinlik bilan sinyapti? Mayli, hozir bularni ham sindirib olamiz, lekin birinchi tomni boshlagan ma'qul. Rejalar aniq. Endi esa biz pullarimizni hech kimga bermagan holatda mana bu Jigulini yangilashimiz kerak asta sekinlik bilan. Keyin esa hammasi hal bo'lib tinchib ketgandan so'ng pulni olib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ungacha esa hech kim bilmasligi kerak pulimiz haqida. Umid qilamanki, obunachilarimiz ham og'iz ochib gullab qo'yishmaydi pullar haqida. Albatta pullarni o'zimiz ishlab topmaganmiz, lekin boyib ketganimizda albatta qaytaramiz mirga. Bo'ldi, bularning hammasini olamiz va endi eshiklarni yo'q qilish kerak, lekin uzoq vaqt oladigan ishga o'xshab ko'rinyapti. Mayli, keyinroq bu bilan shug'ullanib qolarman, lekin mana bu ahmoqona garaj eshiklari nima uchun bunchalik og'ir bularni sindirish? Umuman tushunmayapman. Jurnursa yana teskari bo'lib qolgan. Nimaga pastda mana endi derazlar paydo bo'ldi? Nima uchun o'rtalari qiyshiq turibdi? Hammasi juda ham g'alati. Nima ham qilardik, sindiramiz.